Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Azzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Yanvardan 21 yanvargacha bo'lgan bir hafta ichida Uyg'ur Akademiyasi ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon, Xitoy tadqiqot instituti mudiri doktor Farhod Qurbon Tangritog'li va Xitoy tadqiqot instituti bosh kotibi doktor Shavkat Nasir qatorliqlardan tarkib topgan hay'at guruhi Turkiyaning 5 siyosiy partiyalari va bir qism organlarini ziyorat qilib, Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatini anglatish bilan birga jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimining Uyg'urlar orasida paydo qilgan ansizlik to'g'risida ma'lumot berdi. Turkiyani idora qilayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasining tashqi siyosatga mas'ul muavin raisi, sobiq ichki ishlar ministri Afkan Ala, Turkiya parlamentidagi hukumatni qo'llayotgan o'ktish partiyalardan Büyük Birlik partiyasining raisi Mustafa Destici, hukumatni tanqidlayotgan partiyalardan Kelajak partiyasining muavin raisi Dotsent Seljuk Özdağ, Dava partiyasining muavin raisi Abdurahman Bilgiç va Turkiya parlamentida Uyg'ur masalasini izchil holda o'tirib qo'yib kelayotgan İyi partiyasining Turk xalqlarga mas'ul muavin raisi Yavuz Ağıroğlu qatorliqlar Uyg'ur Akademiyasi rahbarlarini Anqaradagi partiya markazlarida qabul qildi. Uyg'ur Akademiyasi hay'atlari Afgan Alaga Uyg'urlarning jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimidan paydo bo'lgan ansirashlarni va bu masalaga hokimiyat beshidagi bir partiya bo'lish sifati bilan Oq partiyaning texmo tamkin bo'lish kerakligini tavsiya qilganda, hokimiyat partiyaning muavin raisi Afgan Ala Xitoy talab qildi deb Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bermaydiganligini, Turkiya bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimi tuzildi deb Uyg'urlarning andish qilishiga hojat yo'q ekanligini bildirdi. Büyük Birlik partiyasi, Kelajak partiyasi, Dava partiyasi va İyi partiya mas'ullari birdek o'zlarining Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatidan, shundaqla Turkiya bilan Xitoy orasida tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimidan xabardor ekanligini, mazkur kelishimni Turkiya parlamentida qo'llamaydiganliklarini bildirdi. Uyg'ur Akademiyasi hay'atlari Turkiyadagi 5 siyosiy partiyadan sirt ba'zi Turkiya Oliy ma'rif komiteti, Turkiya vaqflar idorasi, ommaviy tashkilot va universitet rahbarlari bilan ko'rishib, Turkiyadagi Uyg'urlarning va Uyg'ur o'quvchilarining qiyinchiliklarini o'tirib qo'ydi va hal qilish yo'llari ustida muzokara etdi. Shundaqla bu organlarga Uyg'ur Akademiyasi raisi Professor Doktor Olimjon Iloyatning jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimini Turkiya parlamentining ma'qullikdan o'tkazmasligini talab qilib yozgan xati. Uyg'ur Akademiyasi tarafidan tayyorlangan Xitoyning madaniyat assimilyatsiyasi va irqiy qirg'inchilik haqida maxsus tayyorlangan Sharq Turkiston doklati, mustamlik ostidagi davlat Sharq Turkiston doklati va Xitoy tadqiqot instituti tarafidan tayyorlangan ko'k kitob nomidagi yurishlik hujjat xarakterlik jurnal hamda doktor Farhod Qurbon Tangritog'li yozgan Xitoy tushi va Xitoyning bir yo'l bir balvoq qurilishi va Turk dunyosi nomidagi kitoblar taqdim qilindi. Yanvar kuni İyi partiyasining parlamentda o'tkazilgan yig'inida Nursimon Abdurashid jazo lagerlarini va Xitoy hukumati tomonidan qamoq hukm qilingan ota-onasi, qarindoshlarining ahvolini anglatdi. O nutqida Turkiyani, Turk dunyosini shundaqla islom dunyosini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. İyi partiyasining raisi Meral Akşener uzundan buyon lager qurbonlari oila tavobatlarining izlarini olish uchun İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik faoliyati qilgan Nursimon Abdurashidni Turkiya parlamenti zalining sahnasiga so'z qilishga taklif qilgan. Nursimon Abdurashid İyi partiyasi parlament a'zolarining olqis sadolari ichida sahnaga chiqib, ko'z yosh to'kkan holda "Men ota-onam bilan didor ko'rishib, ular bilan quchoqlashib insondek yashashni xohlayman. İnsoniyatdan, Turk dunyosidan va musulmon dunyosidan umid kutish bilan 4 yil o'tdi. Ammo jazo lagerlari texchi bor. Hatto texmi kengaytirilmoqda. Jazo lagerlaridan ota-onasi o'lik va kasal holda topshirib olganlar haqidagi xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganimda qo'rqib jinim chiqay deb qoladi. O'lganlarning soni kun sayin ko'payib Men vatanimda insonlarga berilayotgan iskanjalarni, bosqinchiliklarni anglatishga yurakim chidamaydi. Uyg'ur yoshlarimiz qo'l ishchi qilib ishiltilyapti. Qizlarimiz Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanib, bosqinchilik uchrayapti. Ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarni lager maktablarga solib, ularni tili va dinidan ayirib xitoylashtirmoqda. Haftada bir qatim parlamentda o'tkazilgan İyi partiyasi yig'inida Uyg'urlarning og'ir vaziyatini anglatgan Nursimon Abdurashid bugungi faoliyatning Turkiyaning kun tartibiga kelganligini bayon qilib, bunday faoliyatlar izchil holda olib berilsa, Turkiya hukumatining ifoda bildirishiga majbur qolganligini bayon qilgan. Xitoy konsulxona xodimi 2020 yili 6 oyning 15 kuni muhojir Nursimon Gulga uning ota-onasining 2017 yili 13 dekabr kuni sud orqali kesilganligini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, konsulxona xodimi Nursimon Gulning opasi va inisining dadisi bilan bir turmada, ya'ni Yezigilik 3-diviziyasiga qarashli Tomshuqdagi Gamilik turmasida ekanligini ma'lum qilgan. Rossiyaning Sibiriya rayonidagi muzliqda 14 ming yil ilgari nasli yo'qolib ketgan tuklik karkidan tepilgan.
Muzliqning erishi bilan o'tirg'i chiqqan karkidonning yosh ekanligi va sozliqda yoki daryoda qopsilib qilib o'lganligi, nasli yo'qolgan yirtqichtoq shirlar tarafidan qo'g'langan va hujumga uchirgan bo'lishi mumkinligi bildirildi. Uzunligi 2,15 metr kelgan karkidon qopsilib qolgan yerdagi loy patqoq uning tuklarini qo'g'dab qolgan deb qaralmoqda. Tukli karkidonning taxminan 14 ming yil burun klimat o'zgarishi sababidan nasli yo'qolishdan ilgari Angliya, Yevropa, Xitoy va Koreyada ko'p uchraydiganligi ma'lum bo'lgan. Navbatda Xitoy virus yuqumining oldini olish, tizginlash kuchaymoqda. Yuqumning oldini olish, tizginlashni doimlashtirishda maskani taqashdan burun maskani elib o'tgandan keyingi tozalikni yaxshi qilish kerak. Maskaning oldi-keyinni farqlantirish, maskani boshqalar bilan o'rtaq ishlatmaslik kerak. Bir qitimliq davolashda ishlatiladigan maska bilan tashqi kasalliklar maskasini ishlatishda chek qo'yilgan bo'lib, maskani qarallik almashtirib turish, yuvish yoki dezinfeksiya dorilarini ishlatish, qizitish qatorliq usullar bilan dezinfeksiya qilingandan keyin ishlatishga bo'lmaydi. Tekrar ishlatishga tegishli maskani ishlatib bo'lgandan keyin pokiz, qurg'oq, havo o'tishadigan joyga esib qo'yish yoki uni pokiz, havo o'tishadigan qog'oz xaltaga selib qo'yish kerak. Maskani ayrim saqlab o'zaro uchrashishdan saqlanish hamda maskani ishlatuvchilarni farqlantirish kerak. Zapas maskani asldagi o'rash xaltasida saqlash kerak. Agar mustaqil o'ralmagan bo'lsa, bir qatimliq ishlatiladigan yemeklik xaltasida saqlashga bo'ladi. Uning shaklining o'zgarib ketmasligiga kafolatlik qilish kerak. Maska o'l bo'lish, maynat bo'lish yoki shakli o'zgarish qatorliq ahvollar ko'rilgandan keyin vaqtida almashtirish kerak. Sog'lom kishilar ishlatgandan keyingi maskani turmush axlatlarini turga ayirish talabi bo'yicha bir taraf qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.